Assalomu alaykum do'stlar, men Kinamanman va bu Iblis filmi. Dunyoda ish qolmaganday morgga ishga kirgan ayol iblisning o'ynashiga aylanishiga bir vaqya qoldi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Bu Laziza. U morgda mumyolash ishi bo'yicha amaliyot o'tovchi edi va u hozirda nazoratchi nazorati ostida so'nggi amaliyotini o'tamoqda. Nazoratchi Humoyun uning ishini maqtaydi va uning qo'lidagi chandiqni payqab qoladi. Qiz esa uni tezda yashiradi. So'ngra jasadni kesib, undagi qonni chiqarib oladi. Humoyun jasadning qimirlayotganligini payqasa-da, bu haqida indamaydi. Ish so'ngida u jasadni to'liq mumyolaydi va Humoyun uning ishini yaxshi bajarganligini tasdiqlaydi. Jasadni kerakli joyga yetkazib, ortiga qaytgan Laziza ish joyini tozalagach yerto'laga yo'l oladi, biroq tim qorong'ulikda kimnidir sharpasini ko'rib qotib qoladi. Bu esa Humoyun bo'lib chiqadi. U qizga hech qachon podvalga tushmaslikni buyuradi. Xonaga kirishgach, Humoyun qizni yangi lavozimi bilan tabriklaydi va uning kunduzgi smenada ishlashini aytadi. Qiz kechki smenada ham ishlashi mumkinligini aytarkan, Humoyun buni rad qiladi. Shu damda qizning boshi og'rishni boshlaydi va Humoyun unga dam olishni maslahat beradi. Laziza ketganidan so'ng podvalga qaytgan Humoyun buning yana takrorlanayotganligini aytadi. Uyga kelgan ayol kiyim almashtirgani xonasiga kirishdan oldin kalitlarni qoldiradi, biroq ortiga qaytgach ularning g'oyib bo'lganligini ko'radi. Sal nariga ko'chgan kalitlarni olgan ayol hamdardlik yig'ilishiga yo'l oladi. U yig'ilganlar oldida chiqish qilarkan, pianistalikni tashlaganligiga 1 yil bo'layotganligini aytib maqtanadi. U ko'mak uchun barchaga minnatdorchilik bildirarkan, homiysi Guli u bilan faxrlanishini aytadi. Joyga qaytayotgan ayol so'nggi qatorda uning ismini shivirlab aytayotgan g'alati erkakni ko'rib qoladi. Yig'ilishdan qaytayotgan Lazizaga qo'ng'iroq qilgan Humoyun uni boshqa shaharga jo'natganliklarini aytib, o'rniga morgga kelishini so'raydi. Ish joyiga kelgan Laziza bugungi qiladigan ishlari ro'yxati bilan tanishib chiqadi. U bedboyni qo'shig'ini qo'yib olib, o'liklarni ko'zdan kechirar va ular bilan dardlashar. Mumyolash tugagach, u hujjatlarni to'ldirish bilan shug'ullanar-ekan, o'lik ko'zini ochib u tomon qaraganligini va g'alati belgilar paydo bo'lganligini payqamaydi. Ma'lumotlar tizimga yuklangach, u jasadlarni yoqish uchun pechkaga joylaydi. So'ngra jihozlarni olgani omborxonaga kirgach, kutilmaganda boshi aylanishni boshlaydi. U o'ziga kelgach, stol oldida o'tirganligini ko'rib hayron qoladi. Shu damda qo'ng'iroq keladi va javob bergani jo'nagan ayol faylda paydo bo'lgan belgini payqamaydi. Qo'ng'iroq qilgan Humoyun undan hol-ahvol so'raydi, u esa hammasi joyidaligini aytadi. Go'shakni qo'ygan Humoyun tanasiga tatuirovka chizishda davom etadi. Ayni damda Laziza jasad olib ketayotganida chiroq o'chib qoladi, shu sabab jasadning qimirlayotganligini ko'rmaydi. Ayol shag'am olish uchun xonasiga ketadi, tortmadan shag'am surati tushirilgan qutichani oladi, biroq ichida qog'oz bo'lagidan boshqa narsani topmaydi. Qog'ozni yoqqan Laziza ortiga qaytadi va jasadning qo'lini joyiga qaytaradi. Ayni damda mato ostidagi jasad tirjayib qizga qarardi. Jasadni pechkaga tiqqan Laziza koridordan kelgan ovozni eshitib o'sha tomonga jo'naydi va odatdagidek tirilib unga qaragan jasad va fayldagi belgini payqamaydi. U xonada kimdir yurganligini ko'radi va buni Humoyun deb o'ylaydi, biroq u ko'z ochib yumguncha g'oyib bo'lgach, ko'zimga ko'rindi deb hisoblaydi. Tayyorlov xonasiga qaytgach, jasad g'oyib bo'lganligini ko'radi. Shu damda qo'ng'iroq keladi va go'shakni olgan ayol "Buni sen qilding, bu sening aybing" degan ovozlarni eshitadi. U go'shakni qo'ysa-da, u jiringlashdan to'xtamaydi. Yuzidan qo'lini olarkan qon izlarini ko'radi va shu zahoti xalatini yecharkan qondan asar ham qolmaydi. Telefon jiringlashdan to'xtamagach, u yana go'shakni oladi. Xuddi o'sha ovoz g'oyib bo'lgan odam xabarni berarkan, Laziza bu otasi Bobur ekanligini tushunadi. U 14 yoshli qizi g'oyib bo'lganligini, u do'stlari bilan sohil bo'yida ichib hushidan ketganligini eslaydi. Politsiya ariza 24 soatdan so'ng kuchga kirishini aytgach, Bobur qizini izlashga o'zi otlangandi. U o'sha tunda halok bo'lgan va Laziza haligacha bunda o'zini ayblardi. Dahshatli maxluqni ko'rgan ayol hushidan ketadi. Tongda u o'z yotog'ida uyg'onadi va shu damda kimdir eshikni urishni boshlaydi. Unikiga kelgan Guli uni yig'ilishga kelmaganligi uchun koyiydi. Laziza esa uyga qanday kelganligini esla olmasdi. U hech nima ichmagandi, biroq Guli unga ishonmagach, Laziza talvasaga tushishni boshlaydi. Guli uni tinchlantirishga urinarkan, Laziza uni qattiq siqishni boshlaydi. Uni og'riqdan itargan Guli uning ko'zlari sarg'ayganligini ko'rib dahshatga tushadi. U qochishga uringanida uni itday urgan Laziza uning barmoqlarini g'ajishni boshlaydi. So'ngra uni yerga yiqitib, ochqich bilan miyasining qatig'ini chiqaradi. Bundan so'ng o'ziga kelgan Laziza qilgan ishidan dahshatga tushadi.
U tezda Humoyunga qo'ng'iroq qilib nima qilib qo'yganligini aytadi va u uni tezda morgga jo'natadi. U bundan bosh tortgach, Humoyun unga nima bo'layotganligini bilishini va barchasini ofisda tushuntirishini aytadi. Laziza nimalar bo'layotganligini tushuna olmay turgan paytda Guli o'rnidan turib miyasidagi ochqichni sug'urib u tomon keladi. Laziza shart o'rnidan turib qocharkan eshik oldida haqiqiy Guliga duch keladi. Ko'rinishidan Lazizada gallyutsinatsiya bo'lgan. Gulining gaplariga e'tibor qilmagan Laziza morg tomon yo'l oladi. Humoyunning aytishicha, iblis ustida hukmronlik qilishi mumkin bo'lgan tirik odamni topmaguncha o'liklar jasadidan foydalanishlarini tushuntiradi. Iblis shu sabab Lazizani sindirish va o'ziga bo'ysundirish uchun uning qora sirlari va dahshatli xotiralardan foydalanayotgan edi. Humoyun ancha yillardan beri bu narsani o'rganayotgan edi. U turli belgilar tushirilgan tugmachalarni ko'rsatib, ular yordamida iblisning nomini bilish mumkinligini aytadi. Laziza ular yordamida iblis nomini aniqlagach, uni haydash uchun ularni yoqishi lozim edi. Humoyun barchasini aytishga ulgurmasidan Laziza hushidan ketadi va uning ruhiga kirgan iblis uni haqoratlab uloqtiradi. So'ngra temir parchasini olib uni o'ldirishga shaylanarkan, Humoyun ko'ksiga chizilgan duoibatni ko'rsatib, iblisni chekinishga majbur qiladi va qochib qoladi. O'ziga kelgan Laziza undan eshikni ochishni iltimos qiladi, biroq uzr so'rab u yerdan ketadi. Shu damda iblis o'z tusida paydo bo'ladi. Laziza esa uydan chiqish yo'llarini izlay boshlaydi. U qo'ng'iroq qilishga urinadi, biroq ko'chada undan yordam so'rayotgan buvisiga chalg'ib qoladi. Kampir oldiniga sovg'atayotganligini aytib, uni uyga kirgizishini so'raydi, biroq to'satdan quturib ketib, qizni haqoratlashni boshlaydi. Ortiga qayrilgach, yuzi qon bo'lgan otasini ko'radi. U skalpelni ko'rsatib birga bo'lishlari uchun o'zini yana o'ldirishni so'raydi. U kutilmaganda Lazizaga tashlanib unga skalpel bilan zarba berarkan, shu zahoti o'ziga kelgan ayol buning navbatdagi gallyutsinatsiya ekanligini tushunadi. Shu damda paydo bo'lgan Bobur Lazizaga baribir ham o'lishini aytib, unga yaqinlasharkan ayol qo'shnixonada berkinib eshikni tambalaydi. U o'limini tilayotgan yuzlab ovozlarni eshitar, Humoyun esa unga bog'lanishga urinayotgan edi. Koridorga qaragan ayol otasi yo'qolganligini va g'oyib bo'lgan jasad joyiga qaytganligini ko'radi va yarasini davolash uchun kerakli anjomlarni oladi. Qandaydir ovoz unga kesishni buyuradi. Laziza skalpelni olib jasad oldiga yaqinlasharkan, tirilgan jasad unga hujum qiladi. Laziza temir bo'lagini jasadga tiqib o'lgan odamni o'ldirishga urinadi, ammo uddalay olmaydi. So'ngra iblisona qahqah otayotgan jasadni bog'lab qo'yadi. So'ngra telefonga javob beradi va Humoyun unga nima qilish kerakligini tushuntiradi. U ko'rsatma bo'yicha iblis kirgan jasadga qon tomizib, uni yoqib yuboradi. Afsuski bu yordam bermaydi. Pechka portlab uni uloqtiradi. O'ziga kelgach, Humoyunga qo'ng'iroq qilib, buning yordam bermaganligini aytgach, Humoyun u bilan gaplashmaganligini, demakki, bu iblisning hiylasi bo'lganligini aytadi. Humoyun unga kasetani topishni buyurarkan, ovozi borgan sari dahshatlasha boshlaydi. Podvalga tushgan ayol qulflangan eshik ortidagi kasetalar joylangan kichik xonani topadi. To'satdan buyumlar otilishni boshlagach, qo'rqib ketgan ayol tezdagina yuqoriga chiqib, kasetani ko'rishni boshlaydi. U nihoyat Humoyunning to'liq yo'riqnomasini topadi. U iblis nomini topish uchun qog'oz parchasini yoqib, kerakli belgilar bilan iblis kirgan jasad oldiga borishi va uni aniqlagach yoqib yuborishi lozim edi. Iblisni ushlab turish uchun mahkum qonidan ham keltirish lozim edi, aks holda u qochishi mumkin edi. Bu holat qaytalanmasligi uchun esa o'sha qondan saqlab qolish mumkin edi. Humoyun isbot uchun mahkumlardan birining qonidan foydalanadi. Laziza ko'rsatma bo'yicha qog'oz yoqib belgilarni izlarkan, ulardan birini topadi. U belgiga mos keluvchi tugmalarni joylashtirib, navbatdagisini izlaydi. Podvaldagi maxfiy xonaga tushgan Laziza u yerda yana bir belgini topadi va yuqoriga ko'tarilarkan iblis uni kuzatayotganligini ko'radi. U so'nggi belgini dushda toparkan, to'satdan eshik qulflanib, xona suvga to'la boshlaydi. Sarosimaga tushgan ayol u yerdan qochishga uringanida sirpanib boshidan zarba olib hushidan ketadi. U tushida otasi uni topgach, vrach chaqirish uchun ketayotganida toshga turtilib boshidan zarba olgan holda o'lib ketganligini ko'radi. Laziza esa barchasi joyida bo'lgan dushda o'ziga keladi. Xonaga qaytgan ayol barcha belgilarni o'z o'rniga joylashtiradi. So'ngra ovoz ortidan borib tobut ichiga joylangan mahkum oldiga keladi. U oldiniga unga yordam bermoqchi bo'ladi, biroq ko'rsatma haqida eslab mahkum qonini oladi. So'ngra morgga borib, jasadlarni ko'zdan kechirarkan, ko'ksiga belgi tushirilgan jasadni tanlaydi. Laziza uni mumyolash xonasiga keltirishi bilan u tiriladi, biroq ko'ksiga belgilarni joylashtirgach, u tinchib qoladi. So'ngra ko'ksini yorib, unga mahkumning qonidan quyadi. Shu damda uning peshonasida iblisning nomi paydo bo'ladi. Laziza jasadni pechkaga tiqib yoqib yuboradi. So'ngra podvalga qaytadi, biroq iblis hali ham o'sha yerda edi. Uning ortida paydo bo'lgan Bobur buning hech qachon tugamasligini aytib uni itarib yuboradi. U hushidan ketgach, iblis uning oldiga keladi va yana bir xotira boshlanadi. Ma'lum bo'lishicha, Bobur ham bu iblisni ko'rib qo'rqqanidan yiqilib tushgan ekan. Kichik Laziza uyg'onganida otasi allaqachon o'lgan edi.
O'ziga kelgan Laziza qaramligi uning o'limiga sabab bo'lganligini aytib, otasidan uzr so'raydi. Bobur esa undan o'zini ayblashni bas qilishini so'raydi. O'tmishni qo'yib yuborishga rozi bo'lgan Laziza esa mumyolash xonasida o'ziga keladi. Hech narsa bo'lmaganday, hech qanday qon izlari yo'q edi, biroq u hali ham mahkum ovozini eshitardi. Podvalga tushgan Laziza tobutdagi mahkumni ozod qilarkan, undagi chandiq izlarini ko'rib qotib qoladi. Kutilmaganda iblisga aylangan mahkum uni haqoratlab uloqtiradi. Iblis uni o'ldirmoqchi bo'lganida yetib kelgan Humoyun unga tatusini ko'rsatib daf qiluvchi duolarni o'qiydi. Uni qayta tobutga joylab yana qamab qo'yishadi. Sal turib Humoyun uni iblis bilan uchratganligi uchun Lazizadan uzr so'raydi. U mahkumni podvalda ushlab undan doimiy qon olgan holda keyingi mahkumning paydo bo'lmasligi oldini olayotganligini tushuntiradi. Afsuski u buni aniqlamaguncha bir qancha hamkasblaridan ayrilishga ulgurgan edi. Bundan dahshatga tushgan Laziza ishdan ketmoqchi bo'ladi, biroq Humoyun bu odamlar hayotini saqlab qolishini aytadi, biroq Laziza ortiq bu dahshatlarni ko'rishni istamasdan ketarkan tashqariga chiqishi bilan Surprise, motherfucker! deb qarab turgan iblisni ko'rgach, chuchvarani xom sanaganligini tushunib ortiga qaytadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.